qadrdonlar, butun dunyoga mashhur bo'lgan temir yo'l vokzaliga keldim, ya'ni New York Centralniy vokzali. Nimasi bilan mashhur bu joy? 44 ta platformasi bor. Dunyo bo'yicha eng ko'p platforma. Ya'ni platforma bu nima? Poyezdni kutadigan nuqta. Va undan tashqari hammamiz bilamiz, Madagaskar multfilmi, Avengers, Mstители, Men afsonaman, ya'ni Ya legenda kinolarida ham shu joylar olingan. Esinglarda bo'lsa, Gloria jirafani boshidan tortadigan soat, o'sha mashhur soat nashi oldin Amerikada vokzalga kelishgan payti telefonlar bo'lmaganda seni shu soatni yonida kutaman deb, shu soatni yonida kutishardi. Osmonga e'tibor beradigan bo'lsanglar, osmonni ko'rsating. 2,5 mingta yulduzlar hamda 12 ta sazvezdiyalar prям osmonni kopiyasi qilib chizilgan do'stlar. Vokzalda meni ko'rsating. Vokzalda tikka turib ko'rsat. Vokzalda territoriyasi, ploshidi 19 gektar va sizlarga bitta juda ham qiziq joyni ko'rsataman, ya'ni Wisp Gallery degan joy, ya'ni 15 metrdan turib men pichirlab gapiradigan bo'lsam, 15 metrdagi naryoqdagi odam o'sha gaplarimni hammasini eshitadi. Kettu. Wisp Galleryga keldim, ya'ni pichirlash galereyasi deydi. Meni masofamni ko'ryapsizlar. Hozir burchakka qarab pichirlayman va narigi burchakdagi bola meni pichirlashimni eshitadi. Bu yoqqa keling. Yaqin olib keling, eshitilsa meni gapim, u boladan so'raymiz. Shu papi menyanyi. Kecha bog'dan oy sholasi tushmas edi yuzlarimga, barqaror boqqan yulduz bugun qo'nar izlarimga. Negadir orzitadi desam mana kuz kelib yana. Hamma shu so'nglarin, visollarin esarman nigor. Amon dilda umid bor, ko'risharmiz balki yana kuzkuni. Barqaror boqqan o'sha yulduz qo'nar ko'zlarimga. Sanayman men ayriliqning har kunini,